هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor Mana bu Rasulullah programımızdan 23. saniyede görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirlik görünmelerimiz hemalığa malum boğandak bu güzel ay başta güzel ay kirgenden bu yan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol başımız gözümüzün nuru boğan Peygamberimizden hani şu güzel birbirinden güzel bu ahlakını faziletini hayatımızda özleştiriş için başlayan programımız her günü şu saatlerde ekranlarda bulup kilovatı. Rabbim inşallah bu derslerimizden faydalanıp özümüzge bir özgertiş kiri güzelliğe müminlerden buluşunu tüvençlik bilen sorayımız. Biz tününkü programımızda her bölümünde malum boğandaki ayrım bir mazmunu toxtulup kilovatkan ama tününkü programımızda başlatkan Resulullah ve fitne degan mavzuluk programımız biraz uzun boğallık için hem hayatımızda devamlılık ta tarihimizden bilen tarihten bilen Müslümanların devirde her xil bu fitne işleri her xil sahalerde çıkıp durduğun dairesi bir kadar kengri boğan bir mezmun boğallık için tüketemeyendik. Bugün inşallah şunun devamlaştırırız. Programımızın daimlik mehmeni hem anlatılışık boğan davetçi ustaz Şark Türkistan Ölüm Ala Birliği azası hürmetlik Habibullah Kösani'nin teklif olduğu kıymetli vaktin çıkarıp kadem taşırıp kılığalığı için alıp köp rahmet ediniz. Sayın rahmet. Allah razı olsun. Programımız Naq Meydan'dan takipli oldu. Ekran aldık çıkıp duran numaralar arkalık suallarını sorusanlar yazsanlar buldu inşallah aldığımız programda cevap biriktirişimiz. Şundaklı köplügen kayrandaşlarımızın programıdan paydalanışı, menfaatlanışı için hem bahirlep koyuşunu hem unutulmağayslar. Hoş bir vasıta kirsek ustaz Resulullah ve fitne de tünügün biraz fitnenin nemi işkelligini Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin fitnege qandaq muamele qıgallıqını düşündürüp ötken bulduk. Ama biz bugün münafıqlarınki yoki har qanday bir cemiyetki şu meyle bilip çıqasın bu fitne yoki qastellik bilen şu Müslümanlar otursuğa, cemaat otursuğa bölünüş keltirip çıkarış için bu fitne sebep buluvatkan şunda çıkarılan kişilerinki şunu çıkarıştaki nişanı nime edip bunu müşahede başlayıp kırsak yani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Allah subhanahu wa ta'ala ömrümüzdeki taat ibadetlerini kabul kılsın. Hem de bu fitne meselesi degendek bek murakkab, bek muhim meselelerden birisi. Şunun için bunu bugün sözleyilip kaldık. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu fitneye qanday muamele qildi degan chaqda birinchisi hammamiz bilib olgan ish ash fitna taz avjga chiqqanda o'zimizni tutib olish dedik. Peygamber sallam o'zini tutib oldi. Men sizlarga deyim. Rasululloh mash fitna chiqqan vaqtida Madinadagi bir davlatning raisidi. Muntazam qo'shini bordi. Hatta Sa'd ibn Muaz dedi, ya Resulullah kimga o kallasını alaylı dedi. Resulullah şu yerde alay kallasını berini çapıplam alıdı. Üzün tutuvam mı Peygamber Aleyhisselam? Minin ayağımı yakkan kalsın diye deplam. Bir devletin reis süpütü olalım. Bir yer düşürüp kallasını asa alıdı, kallasını amadaşına. Demiş kıldı, üzün tutuvaldı. Bu birinci en müşpiştin çıkan çağda üzümüzün tutuveliş. Gap qilmoqchi olsak şu gapni kechiktirish. Agar şu fitna qarta bir harakat qilmoqchi olsak harakatni kechiktirish. Oldirib faqat oldirmaslik. Bu bir bo'ldi. Ikkinchisi ondan keyin mush fitnaga taqobil turishda shu tajribasi va fitnaga aloqador fitnani yiltizdan biladigan shuning munosabatli shaxslardan bir maslahat gruppasi qurish. Uchinchisi maslahat gruppasining maslahatini elish. Ya'ni maslahat grup menga maslahatlarni elish. Muşu anadan keyin muş fitnenin tek-tekten sürüştü qilish. Ras yalğanlıqını sürüştü qilish. Bu 4-cü nokta oldu. 5-incisi
Şunu bilip qalaylıki fitneden fitne tug'iladi. Fitne tug'di bu aniqli gap. Shuning uchun har jihatdan nihoyat aqlliq, tamkinlik, sug'aqqanlik bilan masalani betaraf qilish. Uningdan boshqa mush fitna qandayada avjaldi, qandayada avjanmaydi buni bilish uchun mush jamiyatning pishib bitilishi, jamiyat a'zolarining pishib bitilishi fitnaga qarta bu bek muhim. Shu qatorda mana Ayyub oilasining fitnaga qarta qandaq pozitsiya tutganligini nihoyat bek ta'kidladim men. Masalan Ayyub radhiyallohu anhu ayoliga nima dedi? Ayoli Ayyub ama manda ish yopdi, angdingmi degan vaqtida, "Hey, sen Oyshaning o'rnida bo'lsan, qilamsan degan, qilmaydim degan ekan, Oysha sendan yaxshi, shuning uchun qilmaydi bu ishni" deblam, og'zini shunda chiroyli attamdi. Bu masala. Anandan keyin Sa'd ibn Muaz bilan Ubad ibn Sa'd o'tirsdiki, ikki qabila o'tirsdiki, datalashni qanday payg'ambar sallam betaraf qildi degan chaqda, ani bidam ani uyga mehmondoshlik qilib, mani bidam uning mehmondoshlik buni betaraf qildi. Safvan ibn Muattal bilan Hassan ibn Sabit o'tirsdiki, qonliq vaqani ikkilisi rozi bo'lgan shaklda buni betaraf qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Mistah ikki tuqqanning o'tirsida pishni basadi buni qanday betaraf qildi? Buni mushni yaxshi bilib, mush pishniga mushunda qanday taqobil turishni bilib olish nihoyat bizningki muhim vazifalarimizdan biri. Hamda bu pishni chiqarishdagi maqsad nima? Bu pishni bekor chiqmaydi-ku. Bu pishna ajoyib bir o'tkir qurol. Ya'ni kofirlar mushu islomga, musulmonlarga qarshi turib qolgan naq maydonda qilishlar bilan, urushlar bilan turib ya'ni qoplanmay, tankilanmay, ma pishni Qur'onni ish qilgan. Bu pishni degandan ki mushu bo'libmi Xitoy maniga ajoyib ustandi. Bu munofiqlarningki eng birinchi numaralı quroli bu pishni degandan. Xo'sh. Shuning uchun bu fitneni maqsad nima desa, buning maqsadlari nihoyat ko'p. Buni bir necha nuqtaga ixchamlash qildi. Birinchisi fitnening maqsadi shu shaxsningki yuz obro'yini to'kish. Ya'ni bu Oysha onamiz to'g'riliq qilingan fitna birinchi bo'lib Payg'ambar alayhisolamningki obro'yini agash kuchininki nazarda obro'yini tushirish. Xo'sh. Yani mana bu kafirlarning birinchi numaralı fitna chiqarishdagi maqsadi shu. Hozir ham qarab baqsak, bizning ichimizda zada bir odam manda bismillah deb bosh ko'tarib qo'yguncha, munofiqlar tushdan chiqib fitna taqtidi. Xo'sh. Endi bu taqtish munofiqning vazifasi. Men bu fitna taqatga munofiq bilan ancha avrab o'ltirmayman. Chunki u o'zining vazifasini qiladi. Xo'sh. Ma fitna chiqqandan keyin biz musulmonlar bilan qanday muomala qilish, bu fitnaga bizning qalbimizdan urum bermaslik va qarshi turishda bu bizning vazifamiz. Shuni men abiya bir narsani deb o'tdik. Darsining 5ida tunugun fitnaning ma'nosi Uyg'urchada imtihon degan bo'ldi edi. Xo'sh. Bu fitna bo'ladi, buni to'sib qolg'ili bo'lmaydi, insonlar bo'ladi ekan bo'ladi. Shuning uchun bu fitna tugsin, fitna bo'lmasin degan quruq gap u. Eng ulug' quruq gap u. Bu fitna bo'lmasa fitna qilmanglar degan gap eng ulug' quruq shuarning birisi. Fitna bo'ladi. Lekin fitnaga qanday taqobil turish va mushu fitnada qanday salomat chiqish. Masalan, men sizga bir narsa, bu fitna bo'lgandan keyin bizga besim paydo bo'ladi, bo'lmamdi? Evet. Besim paydo bo'ladi. Men sizga bir misol keltiray. Bir olmani akilib, taz siqsila, olma suvi chiqadi shundaymi? Olmani siqsila, olma suvi chiqa. Texim siqsila nima chiqadi? Yana olma suvi chiqa. Texim siqsila nima chiqadi? Yana olma suvi chiqadi. Chunki u olma bo'lganlikdan. Ma besim bizning ichimizda nima bo'lsa shuni chiqardi. Ma bak muhimmi? Normal ahvoldamiz, maşallah, qaraji, maşallah, voy paloni, doktor, tarani professorimiz. Ma fitna bizni siqib, ichimizda nima bo'lsa shuni chiqarish uchun hammamiz uchun imtihon bu. Bak muhim imtihon. Ana birinchisi dedik, mushu fitnaga qanday inkas qaytarish masalasi hamidan bakmayman. Shuning uchun dedik o'zini tutalish o bo'ladi. Birinchisi shu kishining inovatini, obro'yini shu kishiningki agash kuchlar nazarda tushirish. Ikkinchisi bo'lsa shu kishining sharafini gumonliq temaga aylantirish. Ana insonlar bir odamni cho'ng ko'rsa yoki bir siyosiyon yoki bir diniy olim yoki bir fanniy olim, kishilar uni bir yaxshi ko'rib, hurmatlaganki ishinda
dal kishilarning nazarida mush ishonchini yo'qotib etish. Bu eng cho'ng musibat. Chunki sening ishonching yo'qolgandan keyin u kishi senga nisbatan undaq bir cho'ng, ya'ni seninki bir nazaringda undaq bir cho'ng shaxs bo'lolmaydi. Qo'mondan bo'lolmaydi, sening boshliqing bo'lolmaydi, sening diniy oliming bo'lolmaydi, sening yo'lboshching bo'lolmaydi. Shuning uchun ashna uningki ishonchiga nisbatan tushirib o'tish. Uchinchisi bo'lsa, ash odamningki tuhmat qilingan odamningki fikrini yo'q qilish. Maqsad shu. Nima uchun tuhmat qildi? U chuqur bir fikriga so'y. Hech qanday tuhmat qilmaydi odam normal odamlardir. Eng tuhmatga yaqin odamlar shu o'ttirdi ba, ish qilayotgan odamlar. Xo'sh. Chunki bizning Uyg'urchada jugamasang yiqilmaysa, yamashmasang dumlab tushmaysa degan gap emasmi? Masalan, pishni chiqqan odamlar balki amaliyotda u chuqur bir o'ttirdi ba odamni keyin asoslig'amda to'g'ri, boshqa odamni keyin chiqishi asosliq fitna o'ttirdi ba cho'ng olimlarimizning xizmat qilib chiqadi. Anda bo'lgandan keyin bu pishni chiqqanlar shu odamni asl u odamni o'zini yo'q qilish emas, u odamning fikrini yo'q qilish. Chunki boshdan keldi, u odamda bo'lgan ishonchisini yo'qtidi, u odamning obro'yini to'kidi. Asosiy maqsad nima esa, ash odam olib kelgan fikrdan qo'rqqan munofiqlarning qilgan ishamiz. To'rtinchisi undan keyin odamning axloqida masala bor deb, ya'ni u odamning istilida masala bor, u odamning ideyasida masala bor, orqa ko'rinishida masala bor deb, ya'ni ash odamni bir gumonliq nuqtaga kelib qo'yish. Beshinchisi bo'lsa, musulmonlarning ichida bir davolg'osh, fitna fasod bir paydo qilish, davolg'osh paydo qilish, tavrinish paydo qilish. Tavrinish paydo bo'lgandan keyin asosliq dushmanni until qilib, ishki nizoga tushib ketamiz. Asosli maqsad ishki nizo paydo qilib, musulmonlar ichida bir tavrinish qilish. Oltinchisi, musulmonlarni o'zaro urush qilish. O'zaro bir-biriga dushmanlik paydo qilish, o'zaro musulmonlar bir-biriga adovat paydo qilish. Yani taxminan shu 6 nuqtaga ixchamlashib bo'ladi. Shuning uchun mushning hammasi hozir bizda bu o'taliq. Tamam. Birinchisidan obro'yini tushirishdik. Voy Rabixon, voy nima Dolqinaysa, voy Hidoyatlojim, voy paloni doktor, paloni damullam deb oldi bilan shu. Buni kim qildi desa, echinish xeyri. Munofiqlar paydo qilib qo'ydi, musulmonlar buni qabul qildi. Shunga iz talaqqawnahu bi alsinatikum deb. Ay dan chuqganda pokut chuqib ela olsa deb oyat ashla tasvirlaydi-ku. Iz talaqqawnahu bi alsinatikum. Talaqqa degan bunda bir qush danni tokkud chuqib olsa shuni talaqqalaydi. Sizlar asha pishni basatni undaqli chuqib tilingni olsalar deydi. Chuqib eplan va taquluna bi askin tilinglamda deysizlar deydi. Ma shu musibat. Men dedim, pishtni xori bilan mening chatqim yo'q. Ammo mana pishtni tarqitishga hamkorlashgan, shu pishtni qarishtirmagan, shu pishtni ahudab turpagan men mushu chataq. Chunki munofiq pishtni tarqitish uning vazifasi. U mashaldo. Uni haqlab pul o'rib, mani qildab beradi. U vazifasini yapadi. Uning boradigan joyi jahannam. Lekin gap mana musulmonlarda, o'zimizda-chu. Biri mushu cho'nglarimizning haqida pishni pasat chiqsa qo'g'dimaymiz. Hijib qo'yib, bundan qarab qo'yib, voy, ma'qulni deb qo'yamiz. Unda emas. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Yomonlikdan tussa deydi. Musulmonning vazifasi yaxshilikni buyurish va yomonlikdan tusish. Bizda yaxshilikni buyurish va yomonlikdan tusish yo'q. Shuning uchun mushu mening ta'kidlay g'ayri mushu. Hozir masalan obro'yini tushirish, ikkinchisi uning inovatini to'kish. Obro'yini inovatini to'kish, uni bir gumonliq shaxsga aylantirib qo'yish. Agarda birining qo'lida haqiqatan mushu kimning bo'lsa, ashnanki rasmiy ashnaq chataq ekanligiga dalil faktlar bo'lsa, u chuqur qilishimiz kerak u. Uni o'tirib qo'yish kerak. Uning bo'lsa, u andaki adolat bo'yicha mangdi. Adliya bo'yicha mangdi. Uni oldi bilan ash faktni rasmiy isbotlaymiz. Tamam? Ondan keyin u kishining o'zini oqlash haqqi bor. Oqlash fursati beramiz. Shunday emasmi? Bu shariatdan qaysi? Ondan keyin buni rasmiy munda bir bizning hozir sud mahkamamiz bo'lmasa, jamiyat arboblari, Sharq Turkiston ulamolar birligi yoki mushunda o'ttir qurib, uni rasmiy bir nim qilish kerak. Ya bo'lmasa bizning istixborot tashkilotlarimiz bo'lish kerak. Xo'sh. İstixborot tashkilotlarimiz bo'lish kerak. İstixborot tashkilotlari bo'lgan istixborot tashkiloti faqat uni qarlab, uni nimaga berdi? Mahkamaga berdi. Bunda qilish kerak.
Biz o'tganda dedik, qanaqa 1000 tordan tushib qolsa, 99 tordan tushib qolsin, birisi xato jazolanmasin, bu islomning shuari. Ma kommunistning shuari 99 jazolansin, ammo birisi xato jazolansin, birisi tordan tushib qolmasin deydi. Biz islomda deymiz, 99 tordan tushib qolsa mayli, ammo birisi xato jazolanmasin deymiz. Chunki darajada zulmga qarshi. Zulmga qarshi. Agar sen birisini jinoyatchi desen, masalan Payg'ambar alayhisolamning hayotida nurg'un narsani ko'ra olamiz. Mush urushda, hozir biz Oyshanimizningki vaqaligini o'tamiz. Shu vaqalikda bir musulmonning jasadi Yahudilarning quduqining ichida topildi. Mana shu tunongi darsda bir so'zliq ya. Tunongi darsda Bani Mustalah g'azati dedik shu g'azatda bir musulmonning jasadi kafirlarning quduqida topildi. U aniqlam kafirlarni o'ltirgani, lekin moddiy isbot tomonidan ekan Payg'ambar alayhisalom o'lguchiga Rasululloh o'zi diyat haqqini berib rozi qilib tugdi. Bütün kontekstlar, ya'ni bütün alomatlar uning o'ltirganligini isbotlaydi. Lekin naq dalil yo'q. O'g'rini tutsang mayli bilan. Naq dalil yo'q. Shuni Payg'ambar alayhisalom shuda o'zi yuz tugini shu musulmonlarningki xazinasini yuz tugizib berib shu musulmonlar rozi qildi. Demak, şu aniq paket olsa bunu çokum jazoga tortib, buni oshkorlash bizning vazifamiz. Ammo haliqi tetiting mete epqashli gaplar bilan yo gumon bilan mandaq qanqarganda mandaq turdi deb o'siniki sapsatan oqmaydi. Xo'sh. Mushu demakchi bo'lmuş. Endi dedi-ku musulmon bularning maqsadi musulmonlar ichida tavrinish paydo qilish. O'ylab baqsa, endi bir chiqib adam, mash adam deb uning kayindan bir muncha gap topatgan ekan, musulmonlarda ümidsizlik. Bizden adam çıkmam onda emas. Yani mesela biz ikinci bir ders sözlesek sahabelerden hatalık deb sözlesek, ay sahabelerden nurun hatalık olgan. Şunun Kur'an-ı Kerim'de radiyallahu anhum varudan Allah ulardan razı oldu, ular Allah'dan razı oldu. Şuna ama bu hatalaşmaydigan insan yok. Ben devamlılık deyman 61'sini yaxşı bolsa 41'sini gözümüzün jumuklam yaxşı adam deb bunu asmanda uçursak bulayverdi onu. Siyasi yollarımız ne? Oylab bulmuş başka ben nurgun ahunum bilan yaşap baxtım qarsa. Çoğum. Belki azbaz siyasiler yaşavatımız. Onu lopaylayını koyup hemmiyeli qarasasıyla hiç kim yaramaydı. Biz mükemmellikini, takamüllikini üzümüzge talep kılımız. Başkalardan ondan mükemmellik, takamüllikini ölçem koyuyorsak bulmaydı. Bu şeriatın ruhu bu emas. Üzümüz qattiq ibadet qilishga, üzümüz qattiq şeriatning chinligini tutishga, üzümüz mükellef. Başkalarının şeriatının en yengiliğini gösterip berip, en asarini gösterip beriş biz ölümalarının vazifesi. Ama təsirini qilish bizdinki üzümüzдің işi bu. Bu din biz düşüngen din bu. Şununla şu başkalarının münafıqlarının maqsadi musulmonlarning ichida tavrinish, bu dilg'ul qilish, gumon paydo qilish bo'lgandan keyin buni biz hadab tushiblam shunda bir tuhmat chiqsa yo dunyoda adam qolmabdi yo bizni saqar shu uyg'ur deganning hammasi shu masala shu. Mana shu fitnaning qurboniga aylangan nihoyatda arzon baholiq qurbonliklar. Evet. Onun için bir qarab baqsaq bir odam 20 yil 30 yil shu millat uchun islom uchun xizmat qilsa bir kapkidan birisiga to'rda bir narsa taqib qo'ysa ash odamni bedamdilam o'ydablam ash odam gumon bilan qaraydigan ey to'ptura bu gapni taqib kim o? Bu gap rasyonallik nima o? Andan keyin men dedim bir odamning tuhmat qilinsa u odamning o'zini qo'g'dash haqqi bor. Andan keyin biz dedik kelgan xabarning manbasini surish qilamiz dedik. Bu muhim ya. Maqsadlari shu hamda asosiy jihatdan. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda undan olsa biz musulmonlar bo'lish sifatimiz bilan musulmonlar fitna chiqqanda shu qilishga tegishli vazifamiz nima? Buni biroz ochsak. Men dedim inshaalloh bu bak yaxshi gap bo'ldi, zadim fitna bo'ldi, endi bizning vazifamiz nima deb. Biri hammamiz yine Rasulullohning yo'lini tutishimiz kerak. Birinchisi shu fitna bo'lgan vaqtida tavrinib qolmaslik. Nurg'adam dedik-ku, tavrinib qoldi. Tavrinib qolmaslik. Anandan keyin nihoyat muloyim, sovuqqonlik bilan muomala qilish. Biz o'xshash fitna voy deb xolis taqdi buni voy ondingmi? Voy o'xsham onda bo'pti-ku. Voy manda bo'pti-ku. Buni al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadha dedi. Fitna degan mana uxlab qolgan fitnani o'yg'atgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedi. Biz 10 yil 15 yillikini so'rab da fitnaninki avjilishga bo'lib hozirgidek telefon
sosyal aloqa vositalari hammamizda bor. Shuning uchun bu pishtinning darsi, pishtinni qanday muomala qilish, bosh pishtinlik nim qilish hamma odam eng bizda pishtinga muomala qilish madaniyati bo'lish kerak. Shu madaniyatning birisi Rasululloh qanday muomala qildi? So'qoqqaliklarni o'zini tutib olib, haqlar bilan tang, nadi yuqori ovoz chiqib, shu yerga berib, voy anda qo'y deb zot o'zini ayt qahramon, o'zini pok ko'z tutib, voy deb unda o't quyruqlik qilmay. Birinchisi bizning majburiyatimiz shu o'zini tutib olish, oldirmaslik, nəhayət təmkinlik bilan muomala qilish. Yani mesela ben bir narsa qo'shay. Hem bizalqı mesela qarshi taraf rasmiy bir düşmanning odami yoki musulmonlarning o'tirisiga bir nimani qilib fitna chiqarib bo'lgunchilik salay degan niyatda bo'lmasmi? Bizalqı tamamen bir xil fikr shuni kirgizishga tirishayotgan kichigimizdan tortib shuni bilan cho'ng bo'lgan bir Xitoyninki besimini cho'ng bo'lgan biz millat. Mesela erkin dunyoga chiqqandan keyin bu bizning so'zlayotgan fikrimizga qarshi bir fikrni muxolif bir tushunchani o'tirib qo'ysimi, mushuni fitna deb qaraydigan ashvada bizda. Va bir qarshingdagi odam sizning fikringni sana haqorat qilmasdan, mesela Turkiyada bor mesela muxolif ko'rish, qarash, ko'z qarash. U o'zininki to'g'ri deb qarayotgan bir fikrni yoki yozma shaklda bo'lsin, yoki ovozli videolik shaklda bo'lsin, o'tirib qo'yib chiqqan bo'lsa, darhol uningga bu fitnachi, uchi, buchi deb bo'ktan chaplamasdan, bizda mana Turkiyadagi o'xshash ikki odam hammasini bir-birini sayin deb turib, hurmatli deb turib, o'zining fikrini o'tirib qo'yardi. Men sizning fikringizga, bu fikringizga qarshi, chunki qarshi bo'lishimning sababi shu. Umma qarshi tarafdagi o'zininki bir-birini mudofaa qilib, munozirlashadigan bir axloq bizda, biz millatda tepilishi kerak. Eng muhim narsa deb qarayman degan. To'g'ri. Qarshi fikrdagi har qanday bir fikr o'tirib qo'yilsa, yoki bir jamoatga yo bir narsaga, shu hamon uning kaydiriladigan kiyimtayya, munofiqdan va hatto kofirga chiqadigan darajada. Bu bo'lmay erkin shaklda, adab qoidalik shaklda munozirlasa, fikrni o'tirib qo'ysa, bu madaniyat bizda kuchaysa, menimcha jiq ishlar haloq ketdi deb qarayman. Albatta. Bu endi bu boshqa tema. Ya'ni dialog sapasi, dialog madaniyat deymiz. Hamda rost to'g'ri biz nurg'un gapni rost gapni qilsak, mosh dinda haq biz bilamiz, lekin o'tirg'a chiqara olmaymiz emasmi? Shu hozir men nima ish qilsa, eng chataq yeri men sizlarga olib dedim. Shu xalqning pishib yetilishi bak muhimchu. Nurg'un odamlar mana xalqchilik psixikasida bir psixika bor. Umumiy xalqni xalqchilik psixikasi degan gap, nurg'un xalqlarimiz bu narsani bilmaydi. İçini çıkarı halkımız kitap okumaydı. Bulupma bizden halkımız siyasetten, dünyanın her xil uyullardan icra kaldırılgan bir millet. Toğra milletimiz akıllı, ahkım millet. Lekin şu bir kümülüp kalgan, bir tar dairede mecbur aşağıda yaşayıp ügüntiğen millet olgan eken. Andaki ama bizden dinimiz mi karşıla? Cih nas özgürlük eteklik için. Hazır ben raskemni kısam, nurgun din davagan dersimiz efenaliyet dinlemez. Ben bilmem bunu. Oturup koyayla desek, bu umumi Uygur, mümin, Müslüman milletleri tollusu dihan tebiqistikler. Yani sapa cihetten otural sapadakiler bek cihsallık negellaydı bizge. Ola bek ahkınlı, yaxşı Müslümanlar. Ulağa ezelden din muşu dep kelgen. Andıkin jambaqda yağan dindarçılımı, aş xalqninki xalqçılık psixikasidan faydalanıp, Ajnaqalıqı dinni şu yerden faydalanıp kelgan. Biz ras haqni desek, voy ma andaqçı, mandaqçı dinni o'zgartib etdi, din andaq qildi deb hujum uchraydi. Men hujum uchrashdan qo'rqmayman, lekin xalq ko'taranmaydi. Xalq ko'taranmaydi. Shuningga bu nurg'un, masalan, islomda mana turaqliq o'zgarmaydigan masalalar bor. Va davomli zamonning, makonning sharoit qilib o'zgarib turadigan masala bor. Özgürüp turadigan masala Qur'onning, islomning taxminan 90%ni egallaydi desek mubolag'a ketmaydi. Yani islomning zaman, makon, sharoit qarab o'zgaradigan qismi 90%dan yuqori. Qiyomatgacha davr suradigan qiyomatgacha hech bir davrda birisi o'yin topolmaydigan bir shariat bo'lishining o'zi buni ko'rsatdi yani. Yani elastiklik, davrga ko'ra sig'imchanlik, maslashchanlik kuchi shariat bu din asli. Şundan bular şu 100 yıl, 200, 300 yıl burun yazılgan bir mollamның, axunumның kitini tep basa, palani kitapı var, bana da dedi deplam, nem kıldıgan gap.
Qatmanlıq. Qatmanlıq. Şunu abiya biz dedik, şu xalqning pishib yetilishi bek muhim hamdi. Bo'lmasa o'ylab baqsizlar. Şu dialogda Qur'onda ajoyib bir esl oyat bor. Qul man yarzuqukum fis samawati wal ard. Qulillah wa inna aw iyyakum ala hudan aw fi dalalin mubin deydi. Ey Muhammad, sen ulardan osmon zimindagi canlıqlarga kim rızık berdi desen, değilse yarzuqukum şunama, qul deb maşna desen, qulillah. Allah rızık berdi deb bulup ve ana ev iyyakum ala hudan ev dalalin mubin. Muhammed Aleyhisselam'ın toğırlığı 100%. Aşağıda itiqad qilamiz biz. Elbette. Kur'an haq, Allah haq, cennet haq, dozaq haq, tirilgandan keyin o'lgandan keyin tirilib hisob berish haq. Buni gap ketmaydi o. Lekin suhbatda nima deydi? Suhbat qilgan chaqda ya sening to'g'ri ya mening to'g'ri degan deydi. Ya'ni 100% mening to'g'ri bo'lma deydi. Va inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Biz yoki sizlar to'g'ri chuqum ya to'g'ri ikkining birisida ya chuqum biz haqning ustida yoki ozg'inlikning. Demak 100% mening to'g'ri demaymiz suhbat qanchaqda. Men mushunda bo'lsa suhbat qilsak, az shunda gap bo'lgandan keyin voy pishni topdi, voy yo'q gapni topdi. O da bu ayrim gap. Bu yerda pishninki dedik qo'y pishnaligi asosligi bizda hozir shu bir-birimiz qilayotgan tuhmat, yo'q yerdan gap tepish, bir-birimizdan yo'q ishlar bilan gumonlanish degandek ahvollarda atmiz. Bo'lmasa asl degan ayrimam bu. U bir fikr erkinligi deymiz. Fikr erkinligi. Shunaqa bir olimning bir so'zi bor. Qaysi islom davlati, qaysi kufr davlati bo'ldi desa, islom davlati sen xohlagancha ibodat qila olsan va xohlagancha fikringni o'tirib qo'ya olsan, buni islom davlati deymiz degancha. Ya'ni qanday yerda ibodatni erkin qila olsan va xohlagan so'zing deya olsan, islom davlati degan mushu deb degan bir olim bor. Tamam? Ya'ni fikrni o'tirib qo'yish. Bu asli bizning fikr erkinligi, bu bilish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ya sizning to'g'ri ya mening to'g'ri deganda u mening to'g'ri bu deb boshqalarga tuhmat qilish. Bu boshqa buni kelsak boshqa temaga ketamiz. Sizning gaplar to'g'ri. Ya xalqimiz men buni nima qo'yib qo'ydim? Xalqimiz davomli mayli ijtimoiy usulda ko'ramiz qo'y. Azroqli bir qarshi bir o'zining bir tushunchasini o'tirib qo'yib baqsam, uningga zarb berdigan inkas yozdiganlar birdamda fitna deb qarshi taraf tikkan. İkincisi şu bizniki vazifemiz yine Resulullah'ın tutkan pozisiyonu şu kelgen şu fitnenin kelgen şu haberini şu bilsem vay anda boptu mandak kemmiş anda qiptikan mandakkan deganda bir gaplar bo'ldi ya. Şu haberinin tigitekten sürüştü qilish. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela bir vakalikinde bir günse Livan televizyon stansiyasini açsam danlıq bir riyasetçi var. Şu riyasetçiden bir so'rayotdi. Sen Müslüman buldunmu deb. Biz yo'q men Müslüman emas, men Hristiyan degan. Bu sen davomli so'zlaringda oyatni dalil keltirsa, oyat o'qitgansan desa, hey o'ylab baqa. Deb mush oyatni o'qidi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusfihu ala ma fa'altum nad. Şu oyatni o'qib, hey deb baqa dunyoda buningdan güzel so'z bormi dedi. Livan'dan bek danlıq riyasetçisi. Ben bu şu hakikaten şu Arap dünyasındaki ben cık kanallarının danlıq kanal bazı şu riyasetçiler sildiğinde özü Hristiyan. Çünkü Arap dünyasının hamısı da Hristiyan var. Saudi hariç. Başka devletlerde nihayet yetişken Hristiyanlarımız. Aşılarının programları karşısında ben hayran kaldım da. Aş sözlerge hadistin, ayetine, aşın bundan suallar çıktı. Aş bazıları cevap verdi ki ben bir Arap, ben Hristiyan buluşum mümkün Arap. Ama ben bu lügatdan, bu tilden, bu Kur'an'ın fasahiyetinden, özünün programının jarayonida çıkan münasebetlik yapılan ayetlerden deydi. Ben programa kiriştim bunu görme çünkü bunun fasahatlik Arap dilinden içinde bir söz yoktu. Şu ayetini okup gelip, ne deydi ayet ise? Sizlerge bir adam bir fasık haberini epkese deydi. Fetebeyyenu çokum bunu bayan kılınırken rasyalğalığı emirse fetesebbet da okuyan İbn Abbas Hazretleri. Yani rasyalğalığın ispatlanıla deydi. Bunda digerlik silnin tripullarına bir uçur geldi. Tamam.
bu uchurni taqitishdan burun yoki shu uchurdagi bu o'ttirib qo'yilgan masala hukm qilishdan burun bu uchurning manbasi nadan keldi? İşençilikmi, işençlik emasmi? Bu uchurni taqatgan adam rostchil odammi, yolg'onchi odammi? Bizning musulmonlarning uchur qabul qilish metodimiz bor. Albatta. Nima? Shuningga o'limalarimiz mush oyatni uchurni aniqlanglar deb bo'lib, mush oyat tafsir qilib, bir uchur kelsa aniqlamay turib ishongan yoki aniqlamay turib taqatgan odam fasih bo'ldi degan. Hey, ashta olsa, hozir netçilerimiz fasih bo'ldi hozir. Şun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kefa bil mer'i kizben en yuhaddise bi kulli ma semi'a dedi. Yalğançılıkta yetip aşıdığan yalğançılık anlığanның kögennin hemesini dep sözlep yürüş dedi. Doğru. Tamam. Şunun için bu şu havani mesela Peygamber aleyhisselam'ın bir hadisi var. Men haddese bi hadisin ve huve yara ennehu kezibun fehu ahadul kezzabin dedi. Bir adam bir gapning yolg'onligini sal his qilib turib, shunday bir yolg'on kadar bilib turib, shu gapni taqasa yoki shu gapni so'zlab yursa, o'tib ketgan yolg'onchi shu deydi. Shuning uchun biz shu bir darsim bor mening. Söz çöçekten xatır edip. Ben şu dersini görüşüne havalı kılmam. İki kısımda söz çöçekten xatır edip. Bu bir xatırlık. Çünkü Peygamber Aleyhisselam dedi. İnna Allaha kariha lekumus salas. Allah sizlerge üç nersini bek yaman kötü dedi. Şunun içinde qil vel qal. Uşşaq sözler dedi. Tamam. Şu bu uşşaq sözünü yaman görüşümüzde uşşaq sözünün çoğun menbasını söyleyip rast yalğanlığına aramay durup onun işenmeslik, taqatmaslik. Bu ikincisi. Mecburiyetimiz. Üçüncüsü şu fitne pasat bizning üstümüzden bo'lib qolsa qattiq sabrchan bo'lishimiz kerak. Sabr qilishimiz kerak. Peygamber Aleyhisselam 35 gün ayol haqida fitne pasat qilsa sabr qildi. Ya chiqib nemin tillamidi, fitne pasat qadamni tillamidi, ya Ayşe anamızın binasida ya o'z bir qattiq sabrchanlik bilan nayt so'qqanlik bilan masalani betaraf qildi. Hatta Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir hadis var. İnnas sa'id liman junnibal fitan, innas sa'id liman junnibal fitan, innas sa'id liman junnibal fitan ve liman ubtiliya fasabara fawahan dedi. Yani bunda degene baxtli adam şu fitneden jiroq bo'lgan adam deydi. Fitneden eng fitneden jiroq bo'lgan adam baxtli adam fitneden 3 qatim deb bo'lib, ammo mash fitna bilan imtihon qilingan adamning eng yaxshisi sabrchan adam deydi. Shuning uchun mushunga qattiq sabr qilish. To'rtinchisi mushu fitna pasat avjağan, fitne pasat köpüyüp ketken vaqtida şu millet özünün alim, ölümalarına müracaat qilish. Nimişqa desizlar? Bir fitne yüz bergen çağda alimlar oldudan körelaydi deydi. Nadallar fitne tugab bo'lgandan keyin körelaydi deydi. Asliman da oldu ekan. Ha. Çünkü fitnening natijasi chiqqandan keyin, masalan, nurg'u odamlar shundoq. Bir ish bo'lib bo'lgan chaqda palvonlik qilib, voy o'z vaqtimda unda degan tem, o'z vaqtimda unda unda emas. Alimlar şunu burun agahlandırdı. Manda bir iş var, cemaatle dikkat qilgan. Çünkü alim ko'ralaydi buni. Şunu alimlar fitne yüz berishning oldini biladi. Jahillar fitne yüz berib, g'az ödek bo'lgan anında ekan biladi deydi. Şunun uchun bunun birinchi qilgan ishimiz, qana qilishimiz kerak? Alimlarga murojaat qilishimiz kerak. Xo'sh, şu bu alimlarning qanday o'limalarga murojaat qilish kerak deganda. Yani alimlar qanday o'limalarga murojaat kerak? Bence hemimiz bilimiz hem alimlar biz Uyg'urchada bu alimlar degan uqum mu? Taza Uyg'urlar o'qimaydi, o'qigani yoki ikki og'iz bizda kapishib qo'ygan odamni alim deydigan bir gap bor. Men shuni bizni alim deb qolsa men xijil bo'laman. Men o'zimni alim demayman, alim emasman. Bu alim degan boshqa gapchi u. Endi alim degan vaqtida birinchisi bu alimning sifati nima bo'ldi desizlar? Birinchisi birla alimga murojaat qilmaymiz. Bir necha alim murojaat qilamiz. Ya bo'lmasa hozir dunyo yaxshi bir ish bo'ldi. Olimlar jamiyati
Ölümalar bizning Sharq Turkiston ölümalar jamiyati deymiz o. Aşında alımlarga murojaat qilish. Chunki ko'pning aqli ko'p bo'ladi. Xo'sh. Ko'pning aqli bir yerga kelsa, bu ajoyib bir yaxshi bo'ladi. Shuning uchun olimlar murojaat qilgan chog'da birinchisi bunda kollektiv, olimlar bir olimni qishib olgandan, bunda olimlar jamiyati, olimlar tashkil mundaq yerga borsa, bek yaxshi. Nima ish qilsa, birninki birisi o'ngshaydi, birisi bilmaganni birisi biladi. Ko'pning aqli ko'p degan gap bor. Xo'sh. Bu bir. Ikkinchisi bunda cho'ng olimlarni qishib berish kerak. Cho'ng olim deganimiz biri yesh cho'ng bo'lish kerak. Nima ish qilsa, yosh cho'ng bo'lgan sari tajriba qo'llab ketadi. Tecrübelik oldu. Nima qilsa, mushunda qishlar 5 yil kelib nima. Ikkinchisi ilmijiq cho'ngroq olimlarni qishib berish kerak. Cho'ng deganimiz shu. Nima qilsa degan chog'da amdaligi bizda mullajiq hamda. Biz Uyg'urlarga ichki ish balasi olsa birini mullada o'qitgan bir ish bo'lganlikdan, nihoyat mullajiq chiqadi, ammo mullajiq ammo bizda shuni men deymanmda. Bizda haqiqiy mundaq bir pishib yetilgan mulla haqiqatan az. Bunu millet bilish kerak. Yani bizdik hozir ba mullalar milletning ehtiyojidan chiqishga kifoya qilmayotgan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun qanday qildik desizlar, biz Sharq Turkiston o'limalar birligini qurdik. Shuning uchun men Uyg'urlar qilgan tavsiyam, to'g'ri bu o'limalar birligi bir Uyg'ur millati, millat ojiz, islom dunyosi ojiz, islom dunyosida ma'arif ojiz. Yani biz bulupmu biz Uygurlarning o'limalarni Xitoy davomli o'ltirib solab kelganlikdan biz ojiz. Sharqston o'limalar birlik ojiz. Shunda bo'lsa-mu, shu Uyg'ur xalqiga samimiy bo'lgan taklifim, bu Sharqston o'limalar birligini bir haqiqiy diniy organ deb e'tirof qilish va bularni atrofiga uyushib, bular bilan biz o'ziga bir yo'l boshchi qilish. Nima ish qildingizlar? Mushu bizda ham hozir mush o'limalar birligida bir 80 dak a'zo bor. Bunun oldida yani 10 necha doktorlarımız var. Tamam. Andaki maş Uyg'ur milletinin içinde bulup chet elda ko'z ko'ringan olim bir nechasini hisob qilmagan chog'da olimning hammasi mishadi bor. Shuning uchun mayli bir necha kirmagan doktor yoki bir necha kirmagan odam menimcha e'tiborga ilinmaydi. Chunki 80 odam bir yerga keliglik. Dunyoda ta Uyg'urning tashkilotlarning ichida 80 oliy maktab, en to'van saviyasi bir oliy maktab bitirgan saviyalik odamlar. Bundaq bir alime, bunda seviyelik bir o'rin kelgan bir tashkilot yo'q hozir. Shuning uchun buni dushmanlar nihoyat e'tiborsizlashtirib kuchayotdi. Aniq ichimizga ba'zi nadonlarmi e'tiborsizlashtirib kuchayotdi. Bu qattiq millat qilingan jinoyat endi. Tamam? Shunga yesh cho'ng, ilmiy cho'ngga qaytish. Xo'sh. Andan keyin o'zininki jutidagi o'limalarni murojaat qilish. Özünün jududik o'limalığı. Xo'sh. Nima deganim, biz fatvomizni arabdan onun bunun asaq mencha to'g'ri ulardan foydalansak bo'ldi. Chunki arablar deganning 22 davlat 338 million xalq. Bularning aqli to'g'ri son jihatdan nurg'un davlat bo'lganlikdan bizdan ma'arif jihatdan hatto diniy bilim jihatdan bizdan bak yuqori. Buni e'tirof qilamiz. Ammo Uyg'ur masalasini eng yaxshi bildig'ini Uyg'urning o'limalari, Uyg'urning mollari. Shuning uchun murojaat qilmoqda Uyg'ur mollalarga murojaat qilish. Endi keyin biz murojaat qilishga bo'lgan o'limalarningki nimasi kelsak, sufati kelsak, bu o'limalar millat ichida xalqlar tomonidan e'tirof qilingan, o'zining xizmat bilan tunilgan bo'lsa, mundaq bir amaliy ish qilib baqqan o'lima bo'lish kerak. Kesh nazariya so'zlaydigan emas. Çünkü nazariya bilan amaliyotning osmon zamin farqi bor. Xo'sh. Yani o'zininki dindarligi, o'zining taqvoligi, xalq xizmat qilishi bilan tunilgan bo'lish kerak. Hechmish qilib qo'ymay bir yerda hech kim tunmaydigan birisi ismini palanib, yo'g'on ismdan dabdagi ismini qo'yib olib, ismini jismini o'qimay turdi turib, haq fatvo beradigan mala ruvaybida deb atildi. Tayini yo'qlar. Xo'sh. Tayini yo'qlar. Shuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadis bor. Sayati alan nasi sanawatun khadda'at dedi. Noyati yeli mehri tushib ketgan bir yillar keladi. Rastçılar, yalğancılar rastçıl buludu. Yani yalğancılarni kişiler rastçılar deb ishonadigan, rastçılarni yalğancılar deb chiqiradigan, omonatni saqlaydigan odamlar xoin chiqiriladigan, xoinlar
nəhayət amanatlar salınğan muşunda bir jillar kelidi. Və xalqning ishini tayini yo'q adamlar o'tirib qilib so'zlaydigan bo'lib qoldi deydi. Aslında bir şey var. Yani muşunda Şarkı Türkistan, Uygur erkinligi degan 40 milyon xalqning ishini nada tayini yo'q, dadısının kim o, anısı kim o ufqulunmaydigan, tek bir 3-4 yıl burun kimligini bilgilanmaydigan insanlar çıkıp milletine beşiğe çıkıp aldı deydi. Şunun için qanday qilish kerak? Tarixi bor. Azaldan islomning, Uygur xalqining, musulmonlarning xizmatini qilib kelgan olimlar bo'lish kerak. Mana bu biz murojaat qiladigan olimlarning sifati bu. Tamam? Endi qo'shib qo'ydik uni. Qo'shib qo'ydik uni endi. Ikkinchisi bu shu fitnada fitna shu shundoq bir fitna bo'lib avjaga vaqtida shu fitnaninki o'ng ta'tirini qaysi to'g'ri, qaysi xato uqmoq bak tas. Kimning haqli, kimning xato buni uqmoq tas. Bunda çağda jim turib elish. Og'zimizga egilish. Sukutni tanlash. Bu bek mühim. Mesela bizning ikki siyosiyalarning o'rtasida datalash chiqdi. Ani gibi nansaq mı rastak, mani gibi nansaq mı rastak. Yani qarsak ikkilis rastaklam ish arıplanmaydigan bir ahvol bo'ldi. Agar mushuni arayamay qalsak, ya o'limalarımizga chiqsak, o'limalarimizni bu ishdan toza. Chunki ba'zi fitna ashundaq bak eg'ir fitna bo'ldi-ku. Şun Kur'an-ı Kerim'de mi? Ve in taifatani minel mu'minina iqtatala deydi. İki mümin bir bira so'qishib qolgan chiqdi şu. Mushu Ali raziyallohu anhu bilan Muaviya raziyallohu anhu o'tirsa fitna chiqqan vaqtida kishilar berib Ibn Umar raziyallohu anhudan so'raydi şu. Qaysinin to'g'ri, qaysinin xato degan chaqda men o'qimadim degan yerwachu. Ba'zida ashuna adam uqulmaydigan. Bunda ahvolda qanday qilamiz? Masalan, ahli ilmdan so'rsam, ahli ilmi taz bir qanoatlanlik javob beramabdi yoki ahli ilmimizni men uqamadim degan ekan chaqda. Bu chaqda qanday qilmaysa, andan jimni turib olamiz. A tarafkim yanmasmaymiz, ma tarafkim yasmaymiz. Hatta bu kirmaymiz, taraf tutmaymiz. Jimmida yani bulutlar ketib, havo ichilg'ichilik, mushundaq jimmi turib olamiz. Tamam? Yana bir muhim ishlarning birisi, endi bu fitna fasad mandaqcha aytganda bizga nisbatan bir bala. Bu bir jazo. Hem bu fitna fasad nima dedik? Fitna fasadning arabcha ma'nosi, fitna degan arabcha gap, uyg'urcha ma'nosi imtihon dedik emasmi? Shuning uchun bu nima qanchada shu tövbe istig'forni ko'p etish. Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de diyor. Zaharal fasadu fil barri vel bahri bima kasabat eydin nas. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yerci'un. Buzuqchilik quruqliqda ve denizlarda umlashib ketdi deydi. Fasad buzuqchilik var deydi. Nima ish qilsa kishilarning o'zining qilmish sabablik deydi. Hamda Allah Subhanahu wa Taala şu qilmish sabablik o'zini qilgan jinoyatninki gunohining azroq yerini tetib qo'yish uchun ularni liyuziqa ba'dallazi amilu. Ash qilmishni azroq yerini tetib qo'yish uchun ba'zi shunaq jazolarni berdi deydi. Nima ish qilsa la'allahum yerci'un deydi. Ular tövbe qilib Allohga qaytish uchun deb. Bu fitna fasadning ishimizda jiq bo'lishi, avjilishi amaliyotda bizdan bir gunohning sodir bo'layotganligining bishorati. Shuning uchun qana qilishimiz kerak? Istig'for, tövbeni ko'p o'qishimiz kerak. Va shuning bilan birga shu fitna fasad ko'paygan vaqtida duoni bakchan o'zimizga duo qilish. Ey Alloh, fitna fasadni yo'q qilib bergin, ey Alloh deb o'sha davomli duoga bak ahamiyat berish. En ahirista mush fitna fasad qancha bo'lsa ibodat shundoq belli. Chunki payg'ambar alayhisalom al ibadatu fil harj ka hijra ilayya. Mush fitna fasad zamonida, fitna taz o'ja vaqtida ibodatga berilganlar xuddi menga hijrat qilgan bilan o'xshash. Hijratning ajri berildi deb. Shuning uchun mush fitna fasad vaqtida duo, Allohga ibodat qilish, mush ishlarga berilish. Mushu yani bizningki mush fitna fasadga qarta anadan keyin mush fitna fasadga qarshi turish uchun mushu din mush fitna fasadga qanday qarshi turdi?
va bu dinimiz fitna fasodga bizni qanday qarshi turishni o'rgatgan. Mushu fitna fasodga qarshi turishga aloqador diniy hukm va tushunchalarni bilish. Shuni darhol shu to'g'riliq darslarni anglash, shu to'g'riliq kitob o'qish, bu shu bizningki fitna fasod qarshisi bizning majburiyatimiz. Endi mishada birisi shu fitna fasod zamonida hamda üç sahabe aralashib qoldi emasmi fitna fasodga. Men oxirgi gap bilan tugatay. Masalan, sahabe turib buningga aralashib qoldi. Demak, bu fitna fasodga yaxshi odamni aralashib qoldi. Buning qanday qilamiz degan chog'da apo'chan bo'lamiz. Oxirgi bir qoidani o'tay. Masalan, bu fitna fasodni asli qilgan odamlar munofiqlar. Lekin qalab turib, yaxshi odamlar buningga aralashib qoladi. Sahabeler aralashib qoldi. Badr urushiga qatnashib, Alloh gunohni kechirib etdim, jannat kirishin kapolatga ega degan odamlar fitna fasodga aralashib qoldi. U kimdi? Mistah radhiyallohu anhu. Şo'lan Abu Bakr radhiyallohu anhu mening bundan keyin buni men tuqqanjoqni yetkazmayman deb osmondan oyat tushib kechirib etdi. Ala tuhibbuna ay yaghfirallohu lakum. Kechiringlar uni. Siz Allohning o'zini kechirishini arzu qilmamsizlar deb Alloh kechirim qilishga buyurdi. Shuning uchun mush fitna fasod jarayonida mushaq yaxshi kishilar mush fitna fasodga aralashib qolsa, shu fitna fasodning ziyni uchungan ziyonkor qarindoshlarimiz yaxshi odamlarni kechirib o'tish. Onun adavet qilmaslik. Mening bu fitna fasod darsidagi oxirgi deydigan gapim shu. Bunu ko'pdan rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib tunugun va bugun bo'lib Rasulullah va fitna, bu fitnadan iborat, ya'ni cho'ng hukumat doirasi kengri bo'lgan bu mazmunni yoritib berishga tirishdik inshaalloh. Güzel bir şekilde yoritib berildi deb qarayman. Rabbim inshaalloh bu mayli hayotimizning qaysi bosqichida bo'lsin va qaysi xildagi fitna fasodlar olib qolsin, bulardan Rabbim o'z panohida saqlasin. Amin. En güzel bir şekilde yaxshilikni teruvchi, ko'paytuvchi insonlardan qilsin Rabbim. Amin. Amin. Rabbim ömür berse atiki programımızda görüşeceğiz. Sizlerle Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel Kevneyn ya Alemel Huda Hâzel muteyyem fi himâke nezîlu Lev sadefet